qora va oq 72 soat himoya. Iz, dog', ter, hid va teri bezovtaligiga qarshi. Nivea qora va oq. Nivea teri uchun. O'qiyapsanmi? Ha, o'qiyapman. O'qi. Lekin tushunmayapman. Sen shu kitobni o'qigin, olim bo'lasan. Keyin menga rahmat deysan. O'zingiz qayerga ketasiz shoshib? Zilola bilan uchrashgani. Zo'r-ku. Bilasan-ku. Lekin sizga gap yo'q. Oddiy elektrik bo'lsangiz ham mahallamizdagi eng chiroyli qizni ilintirib olgansiz. O'sha Zilolaga umuman hayronman. Mahallamizda shuncha boyvachcha kelishgan yigitlar bo'la turib, sizdagi beo'xshovga ko'ngil qo'yganimni-chi. Bundan chiqdi hali men beo'xshovmanmi? Ha? Yo'q, undan ham battar. Nima? Voy, sen hali Telefonga qarang. Alo. Ha, Jo'ra. Senmiding? Nima gap? Bo'ldi, gap yo'q. Bugun kirib ketaman. Bo'pti, xo'p. Ota-onamdan qolgan yodgorimsan-de. Bo'lmasa o'zim bilardim. Aka, bitta gap aytish esimdan chiqib qoldi. Gapir. O'ylab qarasam siz rostdan ham beo'xshov ekansiz. Sen hali men bilan o'ynashadigan bo'ldingmi? Aka, sizni beo'xshov desam, g'irt kassoy ekansiz-ku. Voy, sen hali meni kassoy deyapsanmi? Mana. Xo'p. Mana bo'ldi. Batinka endi meniki. To'xta. Bo'pti. Bu yoqqa kel. Qayoqqa? Qayoqqa olib ketyapsan batinkamni? Batinkani endi unuting. Meni uchrashuvim bor. Ana, dodamdan qolgan kalish bilan uchrashuvga chiqasiz. Ketdim. Bu yoqqa kel, kitobingni o'qi. Dodamdan qolgan kalish bilan uchrashuvga chiqaman shekilli. Bu ham yomon emas. Bu yoqqa kel. Zilola. To'xtab tur. Assalomu alaykum azamat. Va alaykum assalom. Ber, men ko'tarib yuboraman. Yo'q, rahmat, ichi bo'sh. Endi suvga ketyapman. Bo'lmasam, sen shu yerda turib tur, men o'zim olib kelib beraman. Ber. Yo'q, rahmat, o'zim borib kelaman. Siz ovora qilgim kelmayapti. Bizga mumkin emas. Nodirga mumkin-da. Chunki Nodir akam boshqachalar. Qanaqa ekan? U bir oddiy elektrik bo'lsa, meni mahallada do'konim bor. Uni ustiga rais o'g'li bo'lsam ham undan ancha yaxshi kiyinaman. Blatnoyman. To'g'ri, siz aslida juda ham yaxshi yigitsiz. Lekin men sizdan oldin Nodir akani uchratganman. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz. Ortiqcha gapni menga kerak yo'q. Maylimi? Mayli, sog' bo'ling. Nima men? Yerdan chiqqan qo'ziqorinmanmi? Shunday qolib ketaveradigan. Zilola baribir meniki bo'ladi. Aka, meni kechiring. Sizni xafa qilib qo'ydim. Mana. Menga qara. Kelib ukamdan, jigarimdan xafa bo'lamanmi? Bu batinka endi senga. Axir bu sizniki-ku. Oldin meniki edi, endi seniki bo'ldi. Sen yaxshi kiyinib yurishing kerak. Kitob o'qishing kerak, olim bo'lishing kerak, katta joylarda ishlashing kerak. Galstuk taqib. Hali sen rahbar bo'lasan, men aytdi deysan. O'zingni qop-qora bo'lganga o'tirasan u uyingga ravona bo'lasan. Shunaqa.
Aka, axir hozir uchrashuvingiz bor. Dodamdan qolgan kalish bor, nima g'amim bor? Shuni kiyib chiqaveraman. Qara, yaltiratib qo'yganimmi? Ye? Xo'p, Assalomu alaykum. o'tiribsanlarmi? Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Ol, Voy, hozir. Tushib ketdi. o'zimni bog'imdan bu. Qani. Sol. Keling amaki. Yaxshimisanlar? Ha, Qamomi. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Jiyanlarimni bir ko'rib ketay dedim. Ha? Yaxshimisanlar? Yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Sizlarga olma olib keldim. O'zimizni bog'dan. Shu bog'ingizni juda ham yaxshi ko'rasiz, a? Hattoki yangamdan ko'ra ham ko'proq yaxshi ko'rasiz. Yangangni gapirma. Bir tili foydasi yo'q. Shuncha yildan beri tug'ib bermaydi. Bog'im bo'lsa har yili meva beradi. Ey, dadang Rahmali ham shu bog'ni yaxshi ko'rardi. Siz unaqa demang amaki. Hali sizni ham farzandlaringiz bo'ladi. O'g'lingiz, qizingiz bo'ladi. Ha? Ota bo'lasiz hali. Shunga umid qilib yuribman-da, jiyan. Hey, mana sizlar ham bolalarim deysizlar. Akamdan qolgan yodgorlarim, jigarlarim. Hey, ha? lekin bor-ku. O'ziga aytib qo'ymagin tag'in. Yangangni baribir sevaman. Bo'lmasa- amaki. Davni haydab o'rgan bo'lardim. sevgi kuchli, Ha. xuddi akam bilan ziloladek. Kim? Qaysi zilola? Anu, Anu Shermatni yangiga Shermat qizimi? o'sha. Jam balosan. Mahalladagi eng chiroyli qiz ilintiribsan-ku, ha? U Haq jiyan, ha? Ichingdan pishgansan. Ey, seni endi tezroq uylantirish kerak. yo'q, to'yga hali bor. Qo'ysang-chi. Aka, uchrashuvga kech qolmayapsizmi? Ha. Menga qara, tez. Yo'q, uchrashuvga o'tib keling shunda. Bor Amaki, tez. siz bemalol o'tiravering. Tez qaytaman. Bor tezroq bor. Boshqa yo'lni Kech qolmang. Voy, Kechga qolmadimmi? Ha? kelardingiz ertaga. Voy. Uyga amakim kelib qoldilar. O'shanga qolib ketdim gaplashib. Bilasan, amakim xuddi otamdek bo'lib qolganlar. Shunga. Kalish qayerdan oldingiz? Qalay. Zo'rmi? Dodamniki. Tuppa-tuzuk botinkangiz bor edi-yu. Kalishga nima qilibdi? Bilsang bu kalishchi dodamni dodasi kiygan. Dodamni dodasi shu kalish bilan dodamni boqqan. Dodam dadamni boqqan. Dadam bizni boqqan. Endi men ukamni boqaman. Ukamga berib yubordim botinkamni. Ukam mazza qilib kiysin. Bilsang agar bunaqa botinkani topish juda qiyin. Topsang ham palontanga deydi. Shu kezga juda ham mehribonsizda. Bilasan-ku. Ko'ngli toza insonsiz. Shuning uchun sizni yaxshi ko'raman-da. Rostdanmi? Lekin boru shu kez juda ham qitmir. Hammani yonida meni Zilola yangi deb chaqiradi. Yomon uyalib ketaman-da. Sen ukamdan xafa bo'lma. O'zi shunaqa hazilkash. Uylangandan keyin bosilib qoladi. O'zi bilan o'zi ovora bo'lib ketadi. Xavotir olma. Shoshmay tur hozir. Assalomu alaykum. Assalomu Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Voy, seni ko'rganim yaxshi bo'ldi, Nodirjon. Shu desang, nabiram Hoshimjonni uylantiryapman. Shunga o'zing bosh qo'sh bo'lasan. Hali yosh-ku. 17 ga kirdimi? Shunaqami? Ha, bir oydan keyin 18 ga to'ladi. Ha, endi o'zing bilasan. Ancha qarib qoldim.
3-4 kunlik umrim bormi yo'qmi? Yo'q, Nabiramning to'yini ko'rib qolay dedim de. Unaqa demang. Qosim doda, siz hali 100 ga kirasiz. Nabira, evara, chevaralarni ham to'yini ko'rasiz. Mayli. Aytganing kelsin. Endi sen ham mana bu daraxt tagida uchrashib yurmagan. Tezroq uylangan, xo'pmi? Mayli. Xo'p. Mayli. Nodir aka, bu chol kim o'zi? Yeng ko'chib kelgansan deb bilmaysan. Qosim doda. Mana o'laman, ana o'laman, ozgina umrim qoldi deb 5-nabiralarni uylantiryaptilar. Yo'q. Umrlari uzoq bo'lsin. Yaxshi. Lekin doda to'g'ri gapirdilar. Biz ham mana shu daraxt tagida tururmasdan Nima qilamiz? boshqa daraxt tagiga borib gaplasha qolaylik. Azamat! Hozir. Ye. Kesilli. Ha? Namcha olib ketdingiz. Zilola bilan uchrashib kelyapman. Zilola bilan? Ha. Voy. Shu kalishingizdanmi? Shu kali senlarga teyaptimi? Yo'q, menchi bitta narsaga hayronman. Senga do'st kerakmi yo qiz kerakmi? Ha? Obbo, boshlandi yana. Hozir chiqaman. Ko'rishga yotganmish. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi. Bitta narsaga hayron qolaman. O'zi Zilola ko'chib kelganiga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q-ku. Qanaqa qilib sen bilan tanishib qoldi, men tushunmadim. Mana yangi ko'chib kelgan odam Xo'sh, nima qiladi? Uyini remont qiladi. Zilolani dadasi elektrik ishlari bo'yicha chaqirdi meni. Ana o'sha payt yoqtirib qoldi. Ko'rsatma ish qilish kerak o'zi. tushunarli. Shu mana ishlamayaptimi? Mana svet yo'q. Ishlamayapti. Voy. Mana shu arzimagan narsaga meni chaqirdingmi? O'zing bunday qilib to'g'rilab qo'ysang bo'ladi-ku. Endi chumchuq so'ysa ham qassob so'yish kerak, o'rtoq. Xo'p. Endi sizlarga yo'q deb bo'ladimi? Har holda rais o'g'lisan. Kesatmasdan gapirgan. Shitni o'chirishim kerak. Qatta shit. Ana o'vantda bor. Ha. Bilaman. O'tgan safar ham o'zi to'g'rilab berdim. Oho. Sichqon qopqonga tushdi. Chang bosib ketdi-ku. Choy poy ichsam damlab keling. Ko'k choy olib kelgin. Ko'k choy? Ha bu boboymisan? Zato foydali. Ha! Ha bo'ldi. Qo'rqmaysan-a? Tushunarli. Hozir olib kelaman. Rais o'g'li. Seni sevgi to'ki shunaqangi ursin. Hozir. Ana. Boshiro. Nodir? 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 Voy. Voy. Nodir. To'kirib malikularga bo'linib ketdim, ha? Voy. Endi nima bo'ladi? Odam o'ldirib qo'ydim. Endi dadamga nima deyman? Dadam bilsalar o'ldirarlar. O'zim o'ldirib, ay, o'tdi. Odam o'ldirib qo'ydim. Odam o'ldirib qo'ydim. Endi Nodir? Yo'q. Umuman yo'q. Bu degani Zilola menga qoladi degani. Endi narsalarni yo'qotsa bo'ldi. Qani, boshqa narsa yo'qmi? Alo.
Assalomu alaykum Azamat aka. Va alaykum assalom. Kim edi bu? Men Nodir akaning ukasiman. Sobirman. Ha, Sobir. Tinchlikmi ukam? Akam uyga kelmadilar. Oxirgi marta siznikiga kirib ketganimni ko'rishgan ekan. Meni uyimga kirib ketgan. Ha, ukajonim, ha, bizani uyga kelgandi. Uyda ozgina mayda-chuyda ishlar bor edi, o'shalarni qilib ketgandi. Bilmadim, uyga kelmadilar-de. Bunaqa kech qoladigan odatlari yo'q edi. Xotiraman, balkim Biron joyda yurgandir, kelib qolar. Senga bitta gap aytaman, faqat oramizda qolsin, xo'p? qanaqa gap? Bundoq tushuntiribroq gapiring. Keyin shu 1-2 kun ichida chet elga ketaman o'rtoq. O'sha yerda ishlab, pul topib kelib, uyda qolgan ishlarimni qilaman deyotdi. Balkim ketib qoldim ekan, ha? Bo'lishi mumkin emas. Akam meni yolg'iz tashlab ketmaydilar. Axir ulardan boshqa yaqinim yo'q. Ha, unaqa bo'lsa, xotirlamay tur ukam, balkim borib qolar kechgacha. Agar kechgacha bormasa, ertalab birga qidiramiz. Har holda u ham meni og'aynim-ku, men ham xavotir olaman. Xo'p aka, mayli. Xo'p, yaxshi dam. Xo'p. Bo'pti. Akang yo'q endi ukam, akang yo'q. Qaytib kelmaydi akang. Hali indamasdan chet elga ketib borishmi? Qarab tursin. Men ham boshqasiga erga tegib ketaman. Zilola? Nimaga baqirasan? Oyi, o'g'ri tushdi. O'g'ri, qanaqa o'g'ri? Qochi. To'xta. Oyi! Oyi! Nimalar bo'lyapti? Men qayerdaman? Boshim. Nima bu? Nimasi? Qanaqa o'g'ri? Mana shu yerda edi. Qani? Qani u?
Nodir aka? Voy, voy. Oyi. 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 Ko'zingizni oching. Oyi. Ana o'zlariga keldilar. Oyi. Oyi. Yaxshimisiz? Oyi. Xayriyat. O'zingizga keldingizmi, opaqa? Kim opaqa? Siz, opaqa. Zilola bu kim? Mening ismim Zarina. Menman Zilola. Bu meni qizim. Ismi Zarina. Xuddi o'zimga o'xshaydi. Kopiya. Hech narsaga tushunmayapman, kechirasizlar. Bu Zilola faqat to'g'ri, sal boshqacharoq, g'alatiroq kiyib olgan. Lekin siz qanaqasiga Zilola bo'lasiz? Menga nima bo'ldi o'zi? To'kurdi. Ana undan keyin hozir 2024-yilmi? Ha, shunaqa. Demak, men kelajagiga tushib qolgan bo'lamanmi? Voy, shunaqaga o'xshayapti. Uni devordi, to'kurdi, keyin men yo'q, bo'lishi mumkin emas. Voy, boshim. Qanaqasiga? To'xta. Hozir hammasini eslayman. Azamat meni uyiga chaqirdi. Keyin men to'kurdi. Hushimdan ketdim. Ha. Hushimdan ketganimdan foydalanib, sizlar men bilan o'yin qilyapsizlar. Shunaqami? Ha? Unaqada. Siz kimsiz? Men Zarinaman. Nodir aka. Afsuski bularning hammasi rostga o'xshayapti. Ha? Oyi, nahotki vaqtlararo sayohat qilish mumkin bo'lsa? Axir bu fantastika-ku. Qanaqa fantastika? Fantastika yo'q narsa. Xo'sh, yigitchi. Dadangiz qani? Dadam yoshligimda o'lib ketganlar. Aldamang meni. Ha? Nima? Meni peshonamga lo'q deb yozib qo'yibdimi? Siz bolaligimdagi meni sevgan Nodirning o'g'lisiz. Dadangiz bilan siz men bilan o'yin qilyapsizlar. Topdimmi? Nimani topasiz? O'yininglarni. Ajab bo'pti. Dadangizga ayting. Nomerlari o'tmadi. Undan keyin nega menga aytmasdan chet elga ketvargani aytsin. Yo'q, ketvargani ham mayli. Shu bilan qorasini ham ko'rsatgan yo'q. To'xtang. Chet elga ketgan deb kim aytdi? Erim rahmatli Azamat aka. Azamat o'lganmi? Erim desam o'zim to'lgan, voy to'ram. Voy dadasi, 4 yil oldin o'tib ketdingiz-a. Voy jigarim. Menga qarang. Gapni burmang. Nimani buraman? O'zi jinnilikka solmang. To'xtanglar. Meni chalkashtirib yubordinglar. Meni Azamat uyda to'kurdi, keyin hushimdan ketdim. Keyin 2024-yil kelajakda paydo bo'lib qoldim. Shunaqa bo'ldimi? Yoki sizning gapingiz rost, yoki meniki rost. Men Nodirman. Buni aniq bilaman. Ha. Agar rostdanam siz Zilola bo'lsangiz, unda ikkalamiz biladigan bitta gap aytaman. Zilola, men seni o'pganimda yuzimga yaxshilab tarsaki tushirgansan. Keyin bir hafta men bilan gaplashmasdan yurgansan. Shunaqami?
Oyi o'ptirganmisiz? He, bo'lmagan gap. Tuhmat bu. Hech qanaqa o'ptirmaganman. Hech kim meni o'pmagan. Unda ham mayli, qalbaki kasila. Men hammasini aniqlayman. Hammasini tagiga yetaman. Nodir aka. Rostdan boshqa dunyoga tushib qoldim. Ey! Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Qayerga qarayapsan? Uzr aka. Bu seni onangni hammasini uyi emas. Yo, men uzr so'radim-ku. Qanaqa uzr? O, basharingdan ko'rinib turibdi dodirliging. Uzr aka. Uzringni qilmagin. Doshir ortiz aka. Ism familiyangiz? Nodir Alimov. Voy, ana o aktyor bilan ism familiyangiz bir xil ekan-a? Ana u borim o'ylab qo'yib oladimi? Hozir blogerlik ham qilyapti. Undan ko'ra kinolarda o'ynagani yaxshi edi. O'sha Mirpiyoz roli eng yaxshi roli o'sha. Juda o'ziga tushgan edi. Keyin boru anaqa qiladi. Voy, rosa kulaman-da. Quloqini mamlaq qilib qimirlatadi-yu. Qachon ko'rsam, qulog'ingni qanday qimirlatgansan deb so'ragim keladi. Kechirasiz. Bitta ham gapingizga tushunmadim. Bloger nima degani o'zi? Bloger emas, bloger. Ish qilib ushadi, tilim kelishmayapti. Instagram, Telegramga kirib tursangiz kerak har holda. O'rtoq boshliq, to'g'risini aytaman, bunaqa terminlarni birinchi marta eshitib turibman. Voy, ja bo'lmasa internetga kirarsiz? Nima netga? Internet. Ko'rdingiz o'rtoq boshliq, bu sal g'alatiroq. Ey, o'zing g'alatisan hozir. Bitta uring. Bo'ldi qilinglar. O'zinglarni bosinglar. Qayerda o'tirganinglar esinglardan chiqib qoldimi? Uzr o'rtoq boshliq. Unda mamma maymun bashara jim o'tirsin. O'zing maymun basharasan. Bo'ldi qilinglar. Nima? Bo'ldi. Hozir ikkalangni ham qamab qo'yaman. Uzr o'rtoq boshliq. To'g'risini aytsam, o'nimda birinchi marta ayol militsiya xodimini ko'rib turibman. Ya, bu kim nima deyapti? Между прочим, meni bobom polkovnik bo'lganlar. Dadam mayorlar. Faqat bizning oilada o'g'il bola tug'ilmagan. Shu tug'ilmaganidan keyin mas'uliyatni o'zim oldim-da, o'zim davom ettiryapman. To'g'rimi? Men qattan bilay. Xo'sh, davom etamiz. Qachon tug'ilgansiz? 1960-yilda. Meni ustimdan kulyapsizmi? Men nimaga kulaman? 1960-yil 15-aprel SSRda Toshkent shahri. Ya? O'rtoq boshliq, menimcha u aniq jinnixonadan qochgan. Hozir o'zingni jinnixonaga tiqib qo'yaman. Bo'ldi qillaring. Turar joyingizni bilarsiz? Shaffof ko'chasi. Ha. 18-A uy. Aha. Ha, pasportingiz qayerda? Boya kirayotganda aytdim-ku, pasportimni yo'qotib qo'yganman. Bunaqa manzil chiqmayapti-ku. Uchastkovoy qizim, mumkinmi? Keling. Siz kimsiz? Uzr, sizni bezovta qildik. Biz Nodirjonni haligi qarindoshimiz. Nodirjonni? Shu yerga tushib qoptilar. Voy, xayriyat-e. Siz bilan alohida gaplashib olaylik 1 minutga. Alohida? Ha, alohida gapim bor. Hozir.
To'polon qilmasdan o'tirlaring. Hozir kelaman. Nodir aka, siz hozir 2024-yildasiz. 1985-yilda emas. Zamon o'zgargan, odamlar o'zgargan, texnologiya rivojlangan. Voy, o'sha zamon bilan fikrlasangiz, odamlar aniq sizni jinni deb o'ylaydi. Anu baqiroq militsiya xodimi oldida kelajakka tushib qolganim esimdan chiqib qopti. Endi bu yog'iga o'ylab ish qilamiz. To'xta. Meni ukam bor edi-yu. Sobir. Shuncha yildan beri men siz nima qilgan ekan? Ukamni topishim kerak. Uni ustiga shahar ham o'zgarib ketdi. Qanaqa qilib topaman uni? Oyim militsiyaning yonidan chiqsinlar, uyga borib qolganini maslahatlashamiz. Xo'p, tezroq chiqsalar-da, Ha. ukamni topishim kerak. Chiqadilar. Kezarina, o'tir. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Zerikib ketdim. Shunga siz bilan gaplashib o'tirgani chiqdim. To'g'risini aytsam, seni ko'rsam, xuddi oyingni yoshligini ko'rgandek bo'lyapman. Ha, o'xshayman. Ko'p ya. Buni ko'plar gapirgan. Bilasanmi? Hozir xuddi Zarina bilan emas, o'sha men bilgan Zilola bilan gaplashayotgandayman. Oyimni sevganmisiz? Sevganman. Hali ham sevaman. Ya'ni o'sha paytdaginimi yoki hozirgi paytdagilarinimi? To'g'risi, hozirgi paytdagi ko'rinishiga unaqa ko'nika olmayapman. Chunki xuddi ona bolaga o'xshab qolyapmiz-da. O'zicha men fantastik kinolarga qiziqardim. Mana hayotimda ham fantastikani ko'ryapman. Haligacha sizni o'tmishdan kelganingizga ishona olmayapman. Men ham shu tush bo'lishini xohlayman. Shunda uyg'onsam-u, azamatlikda bo'lib qolsam. Ertaga ukangizni qidirgani boramiz. O'zim sizga yordam beraman. Yaxshi bo'lardi. Zarina, kirib uxla. Bo'pti, oyim chaqiryaptilar. Yaxshi dam oling. Mayli. Tualet qayerda edi? Yo'q, bu yoqda emas. Voy. Ketdikmi? Ha, Ketdik. To'xtang. Ha? Mashinada ketamiz. Qanaqa mashina? Mana bu mashinada ketamiz. Wow! Shu mashina senikimi? Ha, meniki. Mashina haydashni bilasanmi? Voy, bilaman. Ayol kishi mashina haydashini birinchi marta ko'rishim. Hali ko'p narsani ko'rasiz. Yaxshi hayda olaysanmi? Voy, qo'rqmang. Shu maher meni oldimda hijolat bo'lib qoladi. Nima xir? Shu maher. Baribir tanimaysiz. O'tiring, chiqing mashinaga. Yaxshi haydaysan-a? Voy, zo'r haydayman. Oldiga o'tiring. Xo'p. Xudo o'zi asrasin. Eson-omon. Qo'rqmang. Men mahalla idorasidan so'rab ko'raman. Bo'ladimi? Siz shu yerda turib turing. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qosim dodami? Qosim doda? Sizmi? Assalomu alaykum. Assalom. Ko'zimga issiq ko'rinyapsan? Nodirman. Bo'ldi. Elektrik, a?
Qosim dada. Bormisiz? Sen demak uni o'g'lisan. O'g'li? Ha, o'g'li. Ha, Nodir akani o'g'liman men. Judayam dadangga o'xsharkansan. Ha, o'xshayman. Ko'pchilik shunaqa deydi. Ha. Quyib qo'ygan dadangni o'zisan deydi. Ha. Hattoki dadamning kiyimlarini kiyib yuraman. Dadang men haqimda aytganmi? Ha, albatta. Qosim dada, siz haqingizda juda ko'p gapirib berganlar. Dadamning tanishlarida hammasini taniyman. Dadang o'zi shuncha yil qayoqqa yo'q ketdi. Dadangni chet elga ketgan deb eshitgandim. Haligi anaqaga ketdilar. Anu Avstraliyaga. Avstraliya? Ha, Avstraliya. U yerda nima qilyapti? U yerda haligi kengurularni himoya qilish bosh markazi boshqarmasi bo'limi boshqarmasi. Ish qilibdi. O'zingizda nima gaplar? Qosim dada? Qarib qoldim. Salkam 110 ga kiryapman. Oho, 110 ga? Shu 3-4 kunlik umrim qoldimi? Shuning uchun ko'zim ochiqligida chevaram to'yni ko'rmoqchi edim. Mashhapda to'y. Chevaranimi? Bu yangilik emas. Lekin gap yo'q sizga. O'zgarish juda katta. O'zgarib ketibsiz. Mashina minarkansiz. Qoyil qoldim lekin sizga. Mayli bolam, men hali qolganlarni ham to'yga yetishim kerak. Sen ham dadang bilan albatta kelgin, a? Albatta boraman. Esdan Xo'p. chiqmaydi, ha? Yo'q. Xo'p, bolam. mayli, Sog' Qosim bo'l. dada, yaxshi boring. Dada, o'zgarmabdilar. Sobirni so'rasam bo'lar ekan. Qosim dada! Endi nima qilamiz? Bilmayman, boshim qotdi. Bizani mahallani buzib tashab, o'rniga katta binolar qurib tashashibdi. Lekin nima qilib bo'lmasin, ukamni topishim kerak. Menimcha, bizga kim yordam berishini bilaman. Kim? Bitta tanishim bor. Hozir unga telefon qilaman. Bu yaqin orada telefon butkasi bormi? O'zimda bor-ku. Mana. Voy. Shu telefonmi? Ha? Bu qanaqa ishlaydi? Shundoq raqamni terib, yashil tugmani bossangiz bo'ldi. Simsiz ishlayveradimi? Ishlaydi. Mana, hozir. O'sha odamga telefon qilaman. Alo. Assalomu alaykum Sardor aka. Sizda bitta ishim bor edi. Bo'ldi, gap yo'q. Lokatsiya tashab bering, hozir boraman. Xo'p, mayli, rahmat. Ana bo'ldi. Hozir gaplashdingmi? Ha? Menga lokatsiya tashab beradilar. Shu lokatsiya bo'yicha boramiz. Lokator dedingmi? Nima edi u lokator? Lokator emas, lokatsiya. Manzil degani. Xullas, o'sha telefonda gaplashgan yigit menga manzil tashlaydi. Manzil bo'yicha boramiz. Tushunarlimi? Tushungandek bo'lyapman. Ketdik. Xo'jayin kelishdi. Keling. Mana bu yoningdagi g'ijim kim? O'zing g'ijimsan, nimalar deyapsan? Bo'ldi qilinglar. Yordam mana shu odamga kerak, Sardor aka. Men senga deb o'ylabman. Bu gapingiz bilan yordam bermayman demoqchimisiz? Ha, shunaqa. Voy. Meni kim oldiga olib kelding? Bir tinga qimmat odamlar-ku bular. Men bilan o'ylab gaplash. Zarinadan kimligimni so'rab ol. Bo'lmasa kelgan joyingga tiqib yuboraman. Yo'q, to'kki ichidan chiqqanman. Qani to'kki ichiga tiqib yuborchi? O'zi shuni xohlab turma. Buningni tomi ketib qolmaganmi ish qilib? Sog'lommi o'zi?
Mana bunaqa kiyim olganiga qaraganda qishloqdan kelganga o'xshaydi. Buni ustiga kalishga balo bormi? Sardor aka, iltimos, buni keyin gaplashamiz. Hozir menga yordam kerak. Yordam berasizmi yo'qmi? Bo'lmasam sizdan qattiq xafa bo'laman. O'zi bu senga kim bo'ladi? Qarindoshimi? Qishloqdan qarindoshing borligini bilmas ekanmi? Yordam berasizmi yo'qmi? Bo'pti. Bu oxirgisi. Boshqa birov uchun mendan yordam so'rama. Ha, bu boshqa gap. O'zi nima qilishim kerak? Mana shu odamni ukasini topish kerak. Bo'ldi. Yes qilamiz. Boshqa ishing yo'qmi o'zing uchun? Yo'q. Hozircha yo'q. Atak bu ham meni ishim edi. Bo'pti. Unda senga o'zim aloqaga chiqaman. Xo'p. Mayli, xayr. Xayr. Yuring. Ketdik. Voy xudoyim-ey. Ey. Bu xomsemiz kim o'zi? Ko'chadagi muammolarimni hal qiladigan odam. Obro'si juda ham katta. O'ziga qattiq ishonadi. Ukangizni aniq top beradi. U bilan o'rtanglarda qanaqa rishta bor? U meni sevadi, men esa yo'q. Unda nimaga salom alaykum yuribsan? Undan shunchaki foydalanaman. Men uni sevgan insoningmi deb o'ylabman. Tushunmadim. Meni rashk qilyapsizmi? Rashk qilmadim. Aldamay rashk Rashk qilyapsiz. qilganim yo'q. Meni oyim yoshligiga o'xshaganim uchun yoqtirib qolgansiz, to'g'rimi? Balkim haq tursan, lekin bunga hali o'zim ham ishonayotganim yo'q. Xo'p, yaxshi. Unda sizni shahar aylantiraman. Qarshimasmisiz? Mayli, yaxshi bo'lardi. Birinchi navbatda sizni o'zi kiyimingizni almashtirish kerak. Kiyimimga nima qilibdi? Odamlarning ko'ziga g'alati ko'rinyapsizdir shu kiyimingizda. O'zim sizni stilni qilib kiyintiraman. Qanaqa o'zi stilni? Borganda ko'rasiz. Atelim o'tganmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Ketdik. Nazik nihol bo'yingdan janona qiz janona ayniqsa qosh ko'zingdan yagona qiz yagona nazik nihol bo'yingdan janona qiz janona ayniqsa qosh ko'zingdan yagona qiz yagona zulfi ambar kokiling cho'lg'ansa bel belingdan ikki ko'zim yo'lingda yagona qiz yagona nozik nihol bo'yingdan janona qiz janona etsang fazoga parvoz oximni esda tutgin o'zima ahdi vafoni durdona qiz durdona Shahar rostdan ham ancha rivojlanib ketdi. Ko'chada mashinalar juda ko'p. Oldin sanoqli mashinalar bo'lardi. Nima hozir hammada mashina bormi? Ko'pchilikda bor. Qizlarda hammi? Ha, shunaqa. Gap yo'q. Anu xomsemiz tanishingdan xabar kelmadimi? Hozircha yo'q. Ha, tinchlikmi? Mana shu stilli kiyimimga moslasha olmayapman. Ayniqsa shim juda tor. Qiynalib ketdim.
endi bu zamonaviy kiyim. Sizlarni davringlarda o'zi qopga o'xshagan shim moda bo'lgan. Zato o'sha qopga o'xshagan shimni ichida skvaznak bo'lgan. Bemalol yurganmiz. Ana, dalama-dala chopib. Buni siqib tashladi hamma yoni. 1-2 kunda o'ziga kelib qoladi. Yangi shim o'zi shunaqa bo'ladi. Sabr qiling. Endi sabr qilishga majburman, boshqa ilojim yo'q. Lekin bir gap aytaymi? Shu kiyim sizni juda ham ochdi. Ha? Endi bildim. Oyim nega sizni sevganlarini. Lekin oyim meni o'sha qopshimimda sevgan. Bunaqa tor kiyimda emas. Bitta gap aytaymi Nodir aka? Qani aytchi? O'ylab qarasam, siz meni didimdagi yigit ekansiz. Tushunmadim. Siz bilan qisqa vaqt o'tkazgan bo'lsam ham, shuni o'zi menga yetarli bo'ldi. Sizni ko'nglingiz juda ham toza. Qiz bolaga nima kerak bo'lsa, hammasini bera olasiz. Men shuni sizda ko'rdim. Qisqasi, sizni yoqtirib qoldim. To'xta. Sen hozir meni boshimni aylantirmoqchimisan? Ke Zarina, mavzuni o'zgartiramiz. Hozir bunaqa gaplaringga men tayyor emasman. Oldin ukamni topishim kerak. Xo'p, yaxshi kelishdik. Ukangizni topishimiz bilan oyimga sizni sevib qolganimni aytaman. Sen meni tupiga tiqmoqchimisan? Men aytadiganimni aytib bo'ldim. Hey! Hey! To'xtang, kelishib olaylik. Bu yoq qiziq bo'ldi-yu. Topdingizmi? Topishga topdi. Ha? Lekin sizlar bergan ma'lumotlarga sal to'g'ri kelmayapti. Nimasi to'g'ri kelmayapti? Sobir Alimov, shundaymi? Ha? Yoshi 20 da degandinglar. Ha? Bitta manzil topdim. Lekin u yerda 20 yoshli Sobir emas, 60 yoshli kishi yashir ekan. Ha? To'g'ri. Agar hozir 2024-yil bo'lsa, men 64 ga kirgan bo'laman. U 60 yosh bo'ladi. U meni ukam. Nima? Aytmoqchi bo'lganim. Xullas, agar men 64 yoshga kirgan bo'lsam, u 60 yoshga kirgan bo'ladi. Hozir 2024-ku. O'rtamizda 4 yosh farq bor. Seni rostdan ham esing joyida emas. Sardor aka, ahamiyat bermang Nodir akaga. Men o'zim sizga keyin tushuntirib beraman. Siz o'sha manzilni menga bering. Telegramingga tashab qo'ydim. Bo'pti, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Bo'ling, yuring tezroq. O'zing keyin telefon qilib yubor menga. Xo'p. Bo'la qoling, ketdik. Yuring. Rahmat. Nodir aka. Kiyimim yarashibdimi? Dolce Ababa. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Sobir uyi shu yermi? Tushunmadim. Siz kim bo'lasiz? Men uni akasiman. Siz menimcha aniq adashdingiz. O'zi tanishing aniq shu manzilni berdimi? Ular hech qachon adashmaydilar. Aniq shu manzilida. Qarang, mabodo yangi siz adashmayapsizmi? Sizlarga qaysi Sobir kerak o'zi? Shu o'zimni radnoy ukam, Sobir Alimov. Sobir Alimov shu yerda turadilar. Ana, bo'lmasa nimaga adashdinglar devos? Mana Sobir uyi ekan-ku. Topganmiz-ku. O'sha siz aytayotgan Sobir Alimov sizga kim bo'ladi? Aytdim-ku, Sobir meni ukam. Bitta qorinda talashib tushganmiz. Sobir Alimov. Siz meni ustimdan kulyapsizmi? Hoziroq bu yerdan ketmasangiz, militsiya chaqiraman. Men ukamni ko'rmasdan hech qayerga ketmayman. Sobir. Birinchidan, ular uyda yo'qlar. Ikkinchidan, otangiz tengi odammi? Uka deyishga uyalmaysizmi? Ana o'zlari kelyaptilar. Yaxshimisizlar? Ana
voy tot arvoh. Sabr. Sabr. Och. Och. Ey. Ey, menga qara. Nima bo'ldi? Sizni tanimadilarmi? Bilmayman, meni ko'rib baqirib yubordi-ku. O'zi ukangizmi shu? O'xshab turibdi, lekin qarigan varianti. Agar kichkina bo'lganda aniq aytib berardim. Sabr och. Sabr och. Ha, arvoh. Sabr. Sabr, men akayman. Nodir Alimov. Och. Elektrik, elektrik. Ha? Ha? Aka, to'g'risini ayting. Nega keldingiz? Seni qidirib keldim, Sabr. Seni qidirib keldim. Xotin tayyorgarligingni ko'raver. Haligi kafalligimni olib qo'yganman. O'lganimdan keyin yig'lab yurmagin, xo'pmi? Baribir tirilib kelmayman. Yo'q. Sabr. Sabr. Ammaki, bular arvoh emaslar. Sizni akangizlar. Nodir. Sabr. Dadasi, Ha, nimalar bo'lyapti? bu ana akam arvoh meni olib ketgani kelibdi-ku. Qanaqa arvoh? Ha. Jinnilikni bo'ldi qilgin. Men tirikman, arvoh emasman. Arvoh emasmisiz? Seni ko'rgani keldim. Ha? Ha? Ancha o'zgaribsan. Sochlaring oldin uzun edi. Qara, kalta bo'lib, boshqacha bo'lib qopsan. O'zi sizni ko'rib, sochlarim battar oqarib ketay dedi. Men sizcha o'sha chet ellarda o'lib ketgan bo'lsangiz kerak deb o'ylardim. Lekin siz bu tok ichida kayf qilib yurgan ekansiz-da, ha? Yoqqanidan qarang, hali ham qirchilama yigitsiz. Kayf qilib yurganim yo'q. Tokki o'zi meni shunaqa paydo qildi. To'xtanglar. Men hech narsaga tushunmayapman. Tushuntiribroq gapiringlar. Bunaqasi faqat kinolarda bo'ladi-ku. O'zi sengachi uylanganimdan beri hayotim har kuni kino bo'lib yotibdi. Men nima qildim? O'zi har kuni seni eshitaman. Bir pas jim tur. Chakagingga dam ber. Bugun anchadan beri ko'rmagan akamni eshitdik. Voy bo'pti, mana jim turaman. Hey, bu yerda emas, faqat oshxonada bora qol. O'sha yerda bo'lib tur. Nima? Meni haydayapsizmi? Hey, haydamayapman, oshxonani ko'rsatyapman. Iltimos sendan, bora qol, ha? Gaplashiy. Xo'p, Ha, bu boshqa. qilgandan alamlarni oladilar, tavba qildim. Bu deyman. O'tmishdagi sevgili Zilola bilan keldingizmi deyman, ha? Mening ismim Zarina. Ey, bu Zilolani qizi. Quyib qo'yganda onasiga o'xshaydi. Men ham birinchi marta ko'rganimda buni Zilola deb o'ylabman. Yomonsiz aka, yomonsiz. Sizga qoyilman. O'tmishda onasi bilan, hozirgi paytda qizi bilan, balkim kelajakda nabirasi bilan yurarsiz, ha? Ey, jinnimisan? Nima deb valdirayapsan? Ey, yonimda qiz bola o'tiribdi ham demaysan-a? Ukam hazilkash. Bolaligidan beri mana shunaqa hazillashadi. Nodir aka, buni bekitadigan joy yo'q-ku. To'g'risini aytib qo'ya qoling. Bir-birimizni sevamiz-ku. Yo. Ana. Yo. O'sha bir-biringlarga kompot bo'psizlar. Men hali sevishga ulgurmadim. Ana, Meni kallam boshqa narsalar bilan zaynat. Zato men sevib qoldim. Ana ukangizni ham topdik. Endi sizni sevishimni oyimga aytsam ham bo'ladi. Yo'q, menga qara. 2024-yillik qizlar mana shunaqa bo'lib ketganmi? Kechirasan-u? Hali sal voqli emasmi? Yo'q, ayni vaqtda. Ana. Men nima dedim? Bo'pti, sizlar aka-uka bir-biringlarni didoringlarga to'yib olinglar. Mayli, men ketdim.
Ana endi men o'ldim. Bu onasidan ko'ra qizi shustri chiqib qopti-yu, ha, aka? Ha, onasi yuvoshgina kiyik edi. Bunisi ilon. Yaxshilab art. Mamlarga hazır bo'lgin, xo'p? Mana bundoq qilaylik. Mamlarga hazır bo'l. Ha? Oyi, Yaxshi. xizmatkor olsak bo'lmaydimi? Axir shuncha pulimiz bor. Tavba qildim. Shu paytgacha men xizmatkor ishlatgan emasman. O'zim qilganman hammasini. Undan keyin ikkita qizim bo'lsa, mahalla ko'y nima deydi? Qizi bor-ku, xizmatkor ishlatyapti demaydimi? Art. Yaxshilab art. Mana bu yerda ham art. Assalomu alaykum. Ha, keldingmi? Nodir akammi? Nodir ukasini topdingmi? Ha, topdik. Sardor aka topib berdilar. Sardor? Voy, shu bolaga rahmim keladi-da. Voy, Sardor seni yaxshi ko'radi. Sen bo'lsang shundan foydalanib, hamma ishlaringni bajarib olasan. Lekin noumid qoldirasan. Obro' e'tiborli yigit. Agar hammasi qo'limda bo'lganda edi, men seni bitta tepib o'sha bolaga uzatib berardim. Shuncha sovchini qaytarding-a. Eng qizig'ini aytaymi, oyi? O'sha sovchilarning hammasini Sardor aka yo'qiganlar. Nima? Voy. Bu ishing yaxshi emas. Unda ko'ra Sardorga tep qo'yaqa. U meni vkusimdagi yigit emas. Voy. Siz vkusingizda qanaqa yigit ekan-a? Ha? Menga Nodir akamga o'xshagan yigitlar yoqadi. Qaysi Nodir? Haligi Siz bilan men bitta Nodirni taniymiz-ku, oyi. Teksam faqat shu Nodir akaga tegaman. Jinni bo'lib qolganmisan sen? Jinni bo'lib qolmadim. Ularni sevib qoldim. Asosiysi, ular ham meni sevadilar. Nima? Hey, gapingni qaytarib ol. Oyi, Zo'ri opam sevib qoptilar. Nima? Siz sevgi haqida gapiradigan bo'lib qoldingizmi? Hali yoshlik qilasan. Baptish kerak-kir, o'zim artaman. Artishi ham bir artganiga, ishchi qabul qilmaymizmi deydi tag'in. Bu qizlarchi meni ajalimdan 5 kun oldin o'ldiradi. Bular meni nabiralarim. Farangiz bilan Muhammad Ali. Bolalaring qani? O'zi aka, ikkita farzandim bor. Kattasi o'g'il, kichkinasi qiz. Bu nabiralarim o'g'limniki. Xotini bilan o'zi chet elga ketgan. Qizimni esa yaqinda uzatdim. Do'da, bu amaki kim? Bu meni akam bo'ladi. Akangizga o'xshamaydi-ku. Mana shu yoshligimda juda ko'p kasal bo'lganman. Shunga o'smay qolganman. Kichkina bo'lib qolganman. Ko'rdinglarmi bolalarim? Ana, shuning uchun ota-onanglar aytganini qilib yuringlar. Bo'lmasa sizlar ham kasal bo'lib qolishinglar mumkin. Biz kasal bo'lmaymiz. Chunki dadam bilan oyim bizga ko'p vitaminlar berishadi. Doim doktorlarning nazoratidamiz. Nabiralaring ja aqlli-ku, sabr. Ha, hozirgi bolalarni bilmaysiz-da, juda ham aqlli. O'sha paytda bolalarga seni laylak olib kelgan desa ishonishardi. Hozirgilarchi bolam o'qini ham biladi. Ishonmasangiz bir sinab ko'ring. Yo'q, hozir sinab ko'ramiz. Qani, aytchi, sen qanday qilib paydo bo'lgansan? Dadam oyimiz bilan sizlaganlarda men paydo bo'lganman. Ana, qani endi ichkariga kiringlar bolalarim. Barakallah. Amakim qalaylar? Yaxshimilar? Hayot bo'lsa kerak. Aka. Qani edi hayot bo'lganlarida. Joylari jannatda bo'lsin. Qanaqasiga? Axir amakim umrlarida bir marta ham kasal bo'lmagan bo'lsalar, doim sog'lom bo'lganlar, baquvvat, yashnab, chaqnab yurardilar-yu. Hammasi o'sha bog'ni tortib olishdan boshlandi. Bog'? Bog' kimgadir kerak bo'lib qopti. O'rniga zavod qurish uchun. Bog'ni yer bilan bitta qilib yuborishdi.
Amakim buni ko'tara olmadilar. Bo'ldi, gapirma. Boshqa eshitolmayman. Min la'nat o'sha zavodiga. Eng qizig'i, zavod ham hozir yo'q. Zavod ham buzilib, o'rniga hozir ko'p qavatli uylar tushib ketdi. Hali shunaqa o'zgarishlar bo'lib ketadimi? Ha, aka. Men nima bo'lsa ham ortga qaytishim kerak. Aka, Qaytmasam bo'lmaydi, qaytishim kerak. To'g'risini ayt, qizim. Men bilan hazillashyapsan-a? Siz bilan hazillashayotganim yo'q. Yoshligingizdagi munosabatingiz o'tmishingizda qolgan. Men chindan ham Nodir akani yoqtirib qoldim. Hoy qiz, esing joyidami? O'tmish emas, Nodir shu yerda, shu yerda. Oyi, Nodir akani mendan rashk qilyapsizmi? Yo qizingizni baxti kerak emasmi sizga? Seni o'qitib yuborish kerak bo'lib qopti shekilli. Voy, Nega tushunmaysan? Nodir aka bilan yoshligimizda o'rtamizda muhabbat bo'lgan. Sen esa meni qizimsan. G'alati emasmi? oyi, nimasi g'alati? Keyin zamon hozir boshqacha. Zamon joyida turibdi. Bari, sen bilan gaplashganda foyda yo'q. Nodir o'zi bilan gaplashaman. Hali o'zi kelsin, u bilan boshqacha gaplashaman. Ey, o'tmishdan kelajakka kelish iloji bo'ldi-ku? Yo'q, kelajakdan qanaqa qilib o'tmishga o'tish ilojisi bo'lmasa ekan. Keldim-ku mana. Baq etib paydo bo'lib qoldim. ketmaganingiz yaxshimi? Aka, ishonasizmi? Siz necha yil kutdim. Endi topdim deganda bunaqa deyapsiz. Senga gapirish oson. Eng yaqinlaringni birdan yo'qotish qanaqa qiyinligini bilasanmi? Yoki yaqinlaringni o'zgarib qolganini-chi? Qani meni mahallam? Qani meni ko'chalarim? Qani meni uyim? Bu zamoningga moslashguncha aniq jinni bo'lib qolaman, jinni. Ukam, menga aql o'rgatma. Tinchgina qaytib ketaman. Qaytib ketaman deysiz. Qanaqa qilib? Xuddi samolyotda uchib ketadiganday. Sen menga yordam berishing kerak. Chunki bu zamonni sen mendan ko'ra yaxshi bilasan. Aka, meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Fizik olim bo'lmasam. Shuncha o'qitganim, shuncha o'rgandiganim nima bo'ldi? To'xtang. Aka, bizga kim yordam berishni bilaman. Kim? Borganda ko'rasiz. Yo'q emas, ha. Bu gap rost. To'q ichidan chiqdim. Bu bo'lishi mumkin emas. Siz professor olimsiz. Shuncha narsaga aqlingiz yetgan, nahotki shu narsaga aqlingiz yetmayapti, ha? To'g'risini aytsam-chi, men o'zimga kelib olishim kerak. Hozir shokdaman, tushunyapsizmi? Shokdaman. Shok. Sobir, meni kim oldiga olib kelding-a? Buning rostdan ham tetek-ku. Bundan umuman foyda yo'q. Ketdik, boshqa yo'lini qidirib ko'ramiz. Ha, mayli. To'xtanglar. Menimcha tushungandek bo'lyapman. Xo'sh, gapiring-chi. Siz vaqt oqimiga tushib qolgansiz. Tok juda tez harakatlanadi. Sizni tok urganda sizni vaqt oqimiga olib kirib ketgan. Tushunyapsizmi? Shundan so'ng bu oqim sizni 5 daqiqada kelajakka olib borib qo'ygan. Tushunyapsizmi? Kelajakka. Bu Evrika. Birinchi marta bo'lishi mumkin bunaqasi. Shu men ham boshda ishonmadim. Tush deb o'yladim. Voy, tushmas ekanmi? Aka, nega chimchilaysiz? Sen hali ham tush deb o'ylayapsanmi, ha? Men to'kki ichidan chiqdim, bu tushmas. Tirikman, mavjudman. Endi bildingizmi? Agar bu haqiqat bo'lsa-chi, boyib ketasizlar. Sizlar boyib ketasizlar. Milliarder bo'lib ketasizlar, milliarder. Butun dunyo faqat sizlar haqinglarda gapiradi. Faqat sizlar haqinglarda. Bu menga ham katta foyda keltiradi, foyda. Shoshmang. Bu yerga tushing. Nimalar tashlayapsiz? Birpasda reja tuzib tashlashni qarang. To'g'risini aytyapman-da. Mashhur bo'lib ketasiz. Siz mashhur bo'lasiz, siz. Men sizni oldingizga mashhur bo'laman deb kelganim yo'q. Yordam so'rab keldim. Qanaqa yordam? Men ortga o'zimiz zamonamga qaytmoqchiman. Bunda siz
fizik olim sifatida yordam berishingiz kerak. Bo'l, tamom. Afsus, shunday imkoniyat. Shu voy haliyam kechamas o'ylab ko'ring ha. Boyib ketasiz. Yo'q. Meni niyatim qat'iy. Orqaga qaytishim kerak. Mayli. Faqat bitta yo'li bor. Qanaqa yo'l? Lekin juda ham xavfli. Aytib qo'yay. Xo'p, aytingchi. Shu sizni yana bir marta to'q urish kerak. Lekin bu safar vaqt oqimida siz orqaga qaytmasangiz, to'q urish oqibatida o'lib qolishingiz mumkin. Boshqa yo'li yo'qmi? Aytmoqchi bo'lganim, qanaqadir apparatlar yo'qmi? Vaqt mashinasiga o'xshaganmi? Kelajakka olib o'tib qo'yadigan yoki zamonlar o'sha axir 2024-yil bo'lsa, rivojlanib ketgan bo'lsanglar. Unaqa qobiliyatim bo'lganda, men hozir bilasizmi, men kim bo'lib ketgan bo'lardim? Kim bo'lib ketgan bo'lardim? Tak что faqat mana shunaqa yo'li bor. Lekin aytganidek juda ham xavfli. Ha? Boshqa yo'li yo'q bo'lsa, men roziman. Hammasiga tayyorman. Elektrik bo'lsam, nimadan qo'rqaman? To'kdan qo'rqadigan joyim yo'q. Aka, endi topganimda sizni yo'qotamanmi? Voy jigarim, aka, yo'q, aka. Yig'lama. Hali o'layotganim yo'q-ku. Yana bitta gap. Siz qayerdan chiqqan bo'lsangiz, sizni o'sha yerda to'q urish kerak. Zilolaning uyi. Zilolaning uyini to'kidan chiqdim. Zilola. Ketdik. To'xtang. Menga qarang. Akangizni bir amallab ko'ndiring. Boyib ketamiz. Keyinchi meni chet elda juda ko'p tanishlarim bor. Imkoniyatlar ming bo'ladi axir. Bo'ldi qiling, o'rtoq professor. Bu gapni bir gapirdingiz, ikkinchi gapirmang, xo'pmi? Nega? Men akamni pulga sotmayman. Bu meni jigarim. Birinchi o'rinda turadi. Xayf sizga, professor. Boyib ketardi-ya. Shunday imkoniyat. Ke, mana shu Zilolaning uyi. Ala Zilolaning o'zi o'tiribdi. Ajadan qilama-yu. Qara, Zilola, men ukamni topdim. Qara. Assalomu alaykum yanga. Bu Zilola pamja o'zgarib ketibdilar-ku, ha? Endi nima deysan? 2024. Qizi menga yordam berdi. Ukamni topishga. Qara. Ne unaqa qarayapsan? Nima qildim senga? Ay! Aka, turing. Voy, aka. Hali men qari ko'rinib, qizim yosh ko'rindimi? Oldin bundan surishtirib, keyin tepadi. Kechirasiz. Bo'pti. Bo'lar ish bo'ldi. Endi maqsadga o'taman. Bu yoqqa o'zi orqaga qaytib ketish uchun keldim. Voy, orqaga qaytib ketasizmi? Qaytib ketaman. Nima qilaman bu yerda? Agar qolsam bu yerda bundan 5 battar bo'laman. Jinni bo'lib qolaman. Menga emas ekan bu zamon. Xo'sh, qanaqa qilib qaytib ketmoqchisiz? Meni bir professor fizik tanishim aytdi. Akamni yana to'q urish kerak ekan. O'shanda yana orqaga qaytarkanlar. Yo'q. Men rozi emasman. Voy, Men ham aslo rozi emasman. Sendan kim so'rayapti? Jim tur. Sizlar rozimisizlar, rozi emasmisizlar? Menga baribir. Men orqaga qaytishim kerak. Bu yog'iga tavakkal. Hozir mana shuni shundoq to'kka tiqaman. Ko'zini ochdi. Hozir qaysi yil? 2024-chi? O'xshamadimi? O'xshamadi. O'xshamadi. Unda boshqatdan qilamiz. Yo'q!
Nodir aka, bo'ldi, o'ylayvermang. Orqaga qaytishni juda xohlagandim. Nima endi? Shu yerlarda qolib ketamanmi? Mana men borman-ku yoningizda. Ukangiz ham bor. Bo'ldi, kayfiyatingizni ko'taring. Siz xursand bo'ling deb shu yerga olib keldim. Undan ko'ra shirinlik yeb o'tiring, kayfiyatingiz ko'tariladi. Meni bo'lajak sevgilimni doim kayfiyati yaxshi bo'lishini xohlayman. Bu haligi seni esing joydami? Qachondan men seni sevgiling bo'lib qoldim? Nima, sevgilim emasmisiz? Ko'rasiz. Baribir birga bo'lamiz. Anachini bo'lib qolaman. Yoqimli ishtaha. So'rakan. Alo, o'g'ling? Allo. Hamma siz o'ylagandek bo'lib chiqdi. Zarina, menda xafa bo'lmaysan. Endi Nodirning dabdalasini chiqaraman. Iye. Ha, aka. Nimalarni o'ylayapsiz? Bu deyman xayollaringiz parishon. Hech bo'lishi mumkin emas bo'lgan ishlar bo'lib ketdi-ya. Xuddi hammasi tushga o'xshaydi. Ay, nima qilyapsan? Chimchilayapman. Tush emasligini bildirish uchun. Bir qildim aka. Men sen bilan hazillashayotganim yo'q. Jiddiy aytyapman. Men bir amallab o'sha orqaga qaytishim kerak. Harakat qilib ko'rdingiz-ku, o'xshamadi. O'limdan qoldingiz. Bu zamoningga ko'nika olmayman. Odamlari ham g'alati. Na bir-birini hurmat qilmaydi. Na alik bor, na salom bor. Qizlarni gapirmasa ham bo'ladi. Hammasi yarim yalang'och. To'g'risini aytsam, uyalib ketyapman. Odamlarni qo'ya turing, aka. Hatto aka-ukalar bir-bir bilan uy-joy talashib, bir-birini orqasiga pichoq sanchishyapti. Yo'q, aka. Bizlar bunaqa bo'lmaganmiz-ku, ha? Hozir ham unaqa emasmiz, ha? Aka. Menga sovg'a qilgan botinkangiz esingizdami? Ha? Esimda. Ishonasizmi? Hali ham yangiday turibdi. Uni olib qo'yganmisan? Ha, aka. Olib qo'yganman, aka. Sizni sog'inganimda o'sha botinkaga tikilib o'tiraveraman. Aka, iltimos ketmang. Ketmang. O'zim shu zamonni, past balandliklarni hammasini o'zim sizga o'rgataman. Zilolachi. Anu Zarinasi bo'lsa menga zulukdek yopishib olgan. To'g'risini aytsam, Zilolani oldi xijolat bo'lyapman. Lekin bor-ku, Zilola hali ham sizni sevar ekan. Qizidan qizg'onishni qarang. O'zi oxiri Ziloladan yaxshilab shapat ham yeb oldingiz. Oxirgi udaringiz hammasidan o'tib tushdi. Kelajak ketdi deb o'yladim. Qarigan bo'lsang ham yoshlikdagi birovning ustidan kulish qolmabdi-da, O'shanda ham mahalladagi hammani ustidan kularding. Endi bir kayfiyatingizni ko'taring dedim-da, aka. Sabr bo'laqa. Men bilan ketishing kerak. Sen kimsan o'zi? Uchar og'zingni, to'q gapirma, ketdik. Aka? Aka? Tushunmadim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nodir akam bormilar?
Bilmayman, shu yerda edilar. Yerga kirib ketdilarmi, osmonga uchdilarmi? Xuddi o'g'irlab ketishganga o'xshaydi. Men ularni qayerdaligini bilaman. Nima? Ha? Mayli, hech narsa, qo'yavering. Meni bu yoqqa nimaga olib keldilaring? Sababi bor. Qanaqa sabab? Senga yaxshilik qilib, ukangni topib berdim. Sen esa sevgan qizimga ko'z olaytirding. Zarinani aytyapsanmi? Ha, o'sha. U meni bo'lajak xotinim bo'ladi. O'zi bilarmikin bo'lajak eri kimligini? Uni bilish shart emas. Hech kimga gapiga quloq solib o'tirmayman. Buni men hal qilaman. To'g'risini aytaymi? Sen Zarinani bitta tola sochiga ham arzmaysan. Ey, o'chir ovozingni. Sen kimsan o'zi? Meni kimligimni bilasanmi? Bu jasad oldida hamma titrab turadi. Qanaqa jasad? Ey, bo'rdoqiga boqilgan molga o'xshaysan. Turishingni qara. Oynaga qaraganmisan o'zi? Ustimdan kulyapsanmi? Yo'q, men bitta kulyapman. Ey! Bu yerda nima qilyapsan? Sizga hisobot bermayman. Nodir akam nima qilyaptilar bu yoqda? Bu bilan alohida gapim bor edi. Ularni o'zim bilan olib ketaman. Tushunmadim. Qanaqa bo'lib ketasan? Uy, Mashina qilib olib ketaman. Stop! Hali sizlar qiz bolaga qo'l ko'tarasizlarmi? Shunda ham sizlarni eshik tagida kerakli odamlar kutib o'tiribdi. Orqa eshikdan qochamiz. Ey, qayoqqa ketyapsanlar? Voy. Xotirama. Borib o'tib ketadi. Zarina onasidan meros. Ey, to'xta. Hali tugamadi. Nima tugamadi? Zarina baribir meniki bo'ladi. Ana endi to'shini tugadi. Dolce baba ustimdagi. Ketdik. Yuring qahramonim. Aka, yuzingizga nima qildi? Seni uyingdan chiqishim bilan o'g'irlab ketishdi. Zarina qutqarib keldi mana. Iye, sizni kim o'g'irlaydi? Bittasida, xomsemiz. O'zi bunaqalarning boru. Anu dodami kalishi bilan ishtonni yechib, yaxshilab savalash kerak. Ha, dodamni kalishlarni eslayman. U toshdan ham qattiq edi. To'xta. Dodamni kalishi. Men u yoqdan bu yoqqa o'tganimda oyog'imda kalish bor edi. O'sha sizlarni uyingizda turibdi adashmasam. Ha? Qayerdadir yotgandir? Agar oyim tashlab bormagan bo'lsalar. Qayerga tashiydi? Musor mashinaga? Voy! Nima? Musor mashina? Ketdik. Yerga? Ey! Shoshmang! Aka, To'xtang dedim. qayoqqa? Nodir To'xtang. aka, Men ham boraman, shoshmang. aka. Bu yerda bir gap bor. Xo'sh. Nodir Alimov 1985-yilda yo'qolgan. Demak, Nodir Alimov rostdan ham o'tmishdan kelgan ekan-da. Ana endi mendan ko'rasan. Oy. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Kalish. Qanaqa kalish? Dodamdan qolgan kalish qani? Kiyib kelgandim-ku. Oyi, O'sha qani? oyi, oxirgi marta yerto'lada ko'rgan edim. Ko'rgan bo'lsang o'sha yerda turgandir. Ha, o'sha yerda. Siz bo'lmasam dodamni kalishlarni tezroq olib chiqing. Ha, hozir. Olib chiqing. Bunda tushuntirib gapirsangizchi. Kalish nimaga kerak bo'lib qoldi?
o'tmishda to'k urishdan oldin oyog'imda kalish bor edi. Bu yoqqa o'tib qolganimda ham kalish bilan paydo bo'ldim. Bilasizlar, to'k yer bilan yaxshi chiqishadi. Kalish to'kni o'tkazmaydi. Shu sababdan meni to'k o'ziga tortib olgan. Bilmayman bu qanday bo'lgan. Vaqtlar aro 2024-yilda paydo bo'ldim. Tushundinglarmi? Bu bilan yana orqaga qaytishga harakat qilaman demoqchimisiz? O'xshamasachi. O'lib qolsangiz nima bo'ladi? Nafasingizni siqiling yanga. Akam o'lmaydilar. Bu Xo'p. Yaxshi. Unaqada boshlaymiz. Sabr. Ha, Atyorka. mana. Ehtiyot bo'ling aka. Ha, aytgancha. Yonimda oxirgacha turib berganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Sabr, sen haqiqiy akasi uchun jonini beradigan mard ukasan. Men sen bilan faxrlanaman. Uka degan mana shunaqa bo'lish kerak. Rahmat aka. To'g'ri. Seni to'yingni ko'rmadim. Farzandlaringni ulg'ayganini ko'ra olmay qoldim. Orqaga qaytsam, hammasi boshqacha bo'ladi. O'zim seni uylantiraman. Bolalaringni ham to'yini ko'ramiz. Zilola, shuncha yildan beri sen mendan nafratlanib kelding. Lekin orqaga qaytmoqchiman. Men seni sevaman. Shuning uchun ham orqaga qaytmoqchiman. Sen bilan turmush qurib, shirindan shakar farzandlarni ota-onasi bo'lib yurish niyatim bor edi. Meni-chi, meni sevmaysizmi? Sen xuddi oyingni yoshligiga qo'yib qo'ygandek o'xshaysan. Go'zalsan, chiroylisan. Lekin sen zilolamassan. Lekin sen super qahramonsan. Meni qutqarib qolding. Mushtari. Sen ham juda chiroyli, aqlli qizsan. Senga bir gap. Opangga o'xshamagan. Shunaqa. Qarang, oyi uyimizni televizorda ko'rsatishyapti. voy, Bizga xabar berilishicha, bu uyda o'tmishdan kelgan Nodir Alimov yashayotgan ekan. Hozir yonimda bunga guvoh Nimalar bo'lgan bo'lyapti? shaxs turibdi. So'zni Bu ularga anu beraman. xomsemiz-u? Bu Nodir Aliyev boshida ukam Sobir Aliyevni topib berib kelgan edi yonimga. Men Sobir Aliyevni topdim. Lekin ukasiga o'xshamasdi. Xuddi dadasiga o'xshardi. Gapning orasida o'tmishdan kelganman deb aytdi. Keyin men u haqida surishtirdim. Ma'lumotlar qidirdim. Nodir Aliyev rostdan o'tmishdan kelganini aniqladim men. Uni ortidan kuzatib keldim men. Mana, Voy, hozir mana sotqin. shu yerga kirib ketdi. Mana hozir shu yerga kirsanglar, bu nimasi endi? Nodir Aliyevni aynan shu yerda topasizlar. Serpil Tezroq ekan. qochish kerak. Buni bitta yo'li bor. Xo'sh, Xayr, yaqinlarim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Qani? Nodir, qayerda yuribsan? Men seni ko'chalardan qidirib yuribman. Azamat, Ha? senmisan? Menman? Ol qo'lingni ol. Hozir nechinchi yil? 1985. 1985. Ha? Yo'q, men tushunmadim. Ma'mila nima? Nimalar kiyib olgansan? Xayriyat, Michael Jacksonmisan, o'rtoq? qaytdim. 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 Mana bu yoqqa kel. Sen hali meni o'ldirib, Zilolaga ega bo'lmoqchi bo'ldingmi? Zilolaga ega bo'lmoqchi bo'ldingmi? Sen o'rtoq qo'y var, ey. O, menga qara. Ya, sen Sen bilan keyin gaplashaman. Zilola. 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 to'kurib jinda-pinda bo'lib qoldimi? Keyingi safar yoqamdan bo'lgani uchun bundan ham battar qilaman. Qarab tur. Voy, Voy. tinchlikmi?
Bu yerda nima qilyapsiz? Seni ko'rgani keldim. Nima kiyib oldingiz ustingizga? Hech ham ko'rmaganman, ajoyib ekan. Buni tarixi uzun, keyin tushuntirib beraman. Muhimi bu emas. Muhimi sen meni yonimdaliging. Voy, esiz joydami? Uyimni oldidasiz. Hozir uydagilar ko'rib qolsa yaxshi ish bo'lmaydi. Nima qilibdi? Sog'indim. Ko'rgim keldi. Iya, boya ko'rishdik-ku. Nazarimda xuddi bir haftadan beri ko'rishmagandayman. Ertaga ko'rishamiz. Tezroq keting. Ertaga aniqmi? Ha, aniq. Aniq-a? Yaxshi. Qara. Aytgancha. Kelajakda mabodo turmush qurib qolsak bor-ku. Meni gaplarimni oxirigacha eshitgin. Xo'pmi? Bo'lmasa qiynab qo'yasan. Tushunmadim. Nima deyapsiz? Keyin tushunib olasan. Bo'pti. Tushingda meni ko'r. Ustimdagi Dolce Ababa. Bo'pti, bo'pti. Ukam. Ukajon. Aka? Ukajon. Bormisan? Tinchlikmi? Amaki. Xayriyat, hammasi joyida. Men qara seni tampamin ketib qolmadimi? Ha? Bu nima balo kiyib olding ustingga? Sen nima masxaraboz bo'lib sirkka kirdingmi ishga? Yo'q, gap unda emas. Ha, nimada bo'lmasa? Gap bug'doydami, ha? Tavba, tuppa-tuzuk elektrik kasbing bor, ha? Masxarabozlikka balo bormi? Oilamiz sha'nini bulg'ading, bolam. Hayb senga o'xshagan jiyanga. Yo'q. Aka, amakim to'g'ri aytayaptilar. Obbo, sizlar Mana bu meni ahvollar. ishlasizlarmi yo'qmi, ha? Hech qanaqangi sirkka ishga kirmadim. Bu masxarabozi ham kiyim emas. Ha. Men sizlarga hozir hammasini tushuntirib beraman. Qachon tushuntirasan, bola? Hozir shu gaplarni qo'yib turing. Eng muhimi, siz tirik ekansiz, amaki. Tiriksiz, tirik. Hali meni senga kimsaga beri o'ldi deb aytdi, ha? Haligi men bordim-da. Ha. Xuddi xayolimda o'lib qolgandek bo'ldingiz-da. Yo, tavba. Tavba. Siz seni tomin sizni yaxshi ko'raman. Nafasingni ilon chaqsin seni. Men hali uzoq yashayman. Men baquvvatman hali. O'lmayman hali. Hali siz uzoq umr ko'rasiz. Farzandlaringiz bo'ladi. Bolalaringizni o'ynatib yurasiz. Yo'q. Buni senga kim aytdi? Ko'nglim sezyapti. Iloyim aytganing kelsin. Ha. Jiyana. Ey ukam. Ukajonim. Hammaga salomlar bo'lsin. Kim? Aziz aka. Bu Ha, topdingiz. Men o'sha tentak fizik olimman, olim. Siz qanaqa qilib bu yoqqa? Hey, sizchi men yonimga kelishingiz menga motivatsiya berdi, tushunasizmi? Motivatsiya. Keyin men vaqt mashinasini yaratdim, vaqt mashinasi. Buning uchun sizga rahmat. Rahmat. Arzimaydi. Sizni kelajakdan o'tmishga qaytganingizni menga Sobir aka aytdilar. Keyin orqangizdan keverdim. Ha? Kelajakdan? Aytdim-ku sizlarga, bu masxarabozlik kiyim emas deb. Nazik nihol bo'yingdan janona qiz janona ayniqsa qosh ko'zingdan yagona qiz yagona nazik nihol bo'yingdan janona qiz janona ayniqsa qosh ko'zingdan yagona qiz yagona